Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 2-dan 9-may kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7 va 8-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 5-mayda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 12-17 darajalik, faqat 6-dan 8-maygacha 15-20 darajalik. Kunduzi 2-mayda 23-28 darajalik bo'ladi. 3-dan 9-maygacha 27-32 darajalikdan 30-35 darajalikgacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2 va 8-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 3-dan 7-maygacha va 9-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 darajalik, faqat 3-4-mayda 13-18 darajalik bo'ladi. Kunduzi 2-3-mayda 23-28 darajalik bo'ladi. 4-dan 9-maygacha 30-35 darajalikgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 5-dan 7-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 darajalik, faqat 3-dan 5-maygacha 13-18 darajalik bo'ladi. Kunduzi 2-dan 4-maygacha 20-25 darajalik bo'ladi. 5-dan 9-maygacha 28-33 darajalikgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-dan 4-maygacha yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 5-dan 9-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-mayda 17-22 darajalik, 3-dan 5-maygacha 14-19 darajalik. 6-dan 9-maygacha 15-20 darajalik bo'ladi. Kunduzi 2-3-mayda 24-29 darajalik bo'ladi. 4-dan 9-maygacha 33-38 darajalikgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 6-dan 8-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 va 8-9-mayda 15-20 darajalik, 3-dan 7-maygacha 13-18 darajalik. Kunduzi 2-dan 4-maygacha 20-25 darajalik. 5-dan 9-maygacha 28-33 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 darajalikdan 3-8 darajalikgacha, kunduzi 12-17 darajalikdan 17-22 darajalikgacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.